Dasturimizni davom ettiramiz. Dunyoda boshqa insonlarga yordam ko'rsatish, ayniqsa ularning hayotini saqlab qolishdan ulkan boylik yo'qdir. Bugungi kunda mana shu ishni hayot maqsadiga aylantirgan insonlar bilan esa dunyo yanada go'zalroq. AQShda tajriba orttirib, bugun O'zbekistonda yuzlab bemorlarga shifo ulashayotgan endourolog Vosit Ermatov ana shunday fidoyi shifokorlardan biri. Uning sa'y-harakatlari, shogirdlarga bo'lgan e'tibori hamda yurtimiz tibbiyotiga qo'shayotgan hissasi hozirgi navbatdagi lavhamizda jamlangan. Birgalikda tomosha qilamiz, marhamat. Har bir operatsiyadan oldin albatta jarrohda hayajon bo'ladi. Biz Tojikistondan keldik. Muomalalari yaxshi. Sharda universiteti bilan memorandum imzoladi bizni klinikamiz. Ko'rsatuvimizning bu galgi qahramoni bir necha yillik tajribaga ega bo'lgan urolog, shifokor, bundan tashqari 3000 ga yaqin murakkab turdagi jarrohlik amaliyotlarini o'tkazgan Vosit Ermatov. Demak, ularning bir kunlik ish faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida malaka oshirgan shifokor tibbiyotning yangi yuzi, yangi nafas. Amerika Qo'shma Shtatlarida 6 yil shu yuqori texnologik operatsiyalarni o'rganish maqsadida bordim, u yerda o'qidim, ishladim. Yangi islohotlar bo'lganini ko'rib, O'zbekistonga qaytib kelishga qaror qildim. Va bu yerda qaytganimda Farg'ona viloyatida ma'lum bir vaqt ishlab, Gulistonda bunday operatsiyalar to'liq yo'lga qo'yilmaganligini eshitdim va bu regionga, ya'ni Sirdaryo viloyatiga keldim. Biz hozir juda mas'uliyatli va hayot bilan bog'liq bo'lgan joydamiz, operatsiya xonasidamiz. Bu yerda har bir harakat, har bir soniya inson taqdiri uchun javobgar va navbatdagi murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkazilmoqda. Bu shifokorlarimiz, hamshiralar, jarrohlar umuman olganda butun tibbiy jamoaning bilimi va albatta tajribasi sanaladi. Vosit Ermatov 15 yillik ish tajribasiga ega yuqori malakali endourolog mutaxassis. Qahramonimiz kasbiga doir turli xil kasalliklarni zamonaviy usullarda tashxislash va davolash bilan shug'ullanib kelmoqda. Vosit Ermatov o'z faoliyati davomida 3000 dan ziyod muvaffaqiyatli jarrohlik amaliyotlarini bajargan va ko'plab bemorlarni sog'lom hayotga qaytarishga erishgan. Xorijiy davlatlarda juda ko'pida malaka oshirganman. Bulardan eng asosiysi ko'p vaqt o'tkazgani bu Amerika Qo'shma Shtatlarida, albatta Advocate Health Hospital degan gospitalda ishlab, o'sha yerda malaka oshirib qaytishga muvaffaq bo'lganman. Undan tashqari Hindiston davlatida juda ko'p marta bo'lganman va u yerda yaqinda Sharda universiteti bilan memorandum imzoladi bizni klinikamiz va u yerdagi urologlar bilan hamkorlikda Hindistonda ham operatsiyalarni yo'lga qo'yish va qolaversa ularni bu yoqqa jalb etib, bizda qilinmaydigan, ularda qilinadigan operatsiyalarni bu yerda tatbiq etishni hozir yo'lga qo'yish arafasidamiz. Tajriba AQShdan, mehr O'zbekistondan, shifokorning muvaffaqiyat yo'li. Ilm chegara bilmaydi, lekin mehrning manzili bor, u vatan. Qahramonimiz o'z yurtiga qaytib, yurtdoshlarga yuqori darajadagi tibbiy xizmat ko'rsatishni eng katta sharaf va burch deb biladi. Hozirgi kunda u endourologiya sohasidagi ilg'or usullarni mamlakatimiz amaliyotiga joriy etish, yosh shifokorlar bilan tajriba almashish va tibbiy xizmat sifatini oshirishga katta hissa qo'shib kelmoqda. Vositaki jarroh uchun operatsiya vaqtidagi eng mas'uliyatli daqiqa qaysi? Daqiqa qaysinisi eng mas'uliyatli daqiqa deganimizda, avvalambor operatsiya boshlanishidan oldin boshlanadi. Bu sababi bemorga qanday taktika qo'llashimiz kerak va qanday yondashuv qilishimiz kerak, uni dori-darmon bilan lecheniya qilishimiz kerakmi yoki bo'lmasam operatsiya yo'li bilan davo istashimiz kerakmi? Va operatsiya jarayonini boshlashimizdan oldin bitta jarroh emas, balki anesteziologlar, o'rta med xodimlari va qolaversa kardiolog va boshqa turdagi doktorlarimiz ham ishtirok etishadi va ular bizga ruxsat berganlaridan keyin operatsiyani boshlaymiz. Operatsiya jarayoni har bir operatsiyadan oldin albatta jarrohda hayajon bo'ladi. Lekin men o'ylaymanki, bu yaxshi ham. Sababi hamma narsani o'ylab ko'rasiz, hammasini chamalaysiz. Sababi o'rtada bemorning hayoti turibdi, uni kelajakdagi sog'lig'i turibdi. Qaysi davlatga bormay, qayerda bo'lmay, qalbim vatanimda, bemorlarim bilan deydi biz bilan suhbat chog'ida qahramonimiz. Sog'ayish istagida bo'lgan bemorlar uni izlab, hattoki qo'shni respublikalardan ham kelishadi. Biz Tojikistondan keldik. Bu yuragimda
kista aniqlandi. Kistani keyin homilador vaqtimda bilindi. Keyin u katta bo'ldi. Ham qishloqlarimizdan eshitib keldim. Shu malakali shifokor bor deb shifo topchi uchun keldim shu yoqqa. Shunday shifokorlar borligidan faxrlanamiz. Yurtimizning har bir sog'lom kuni bu shifokor faxri. Bir bemorning tabassumi esa shifokor uchun eng katta mukofot. Hozir yuqori texnologik amaliyot o'tkazildi. Bemorimizni ertaga uylariga javob berishimiz mumkin. Hech qanday kateterlarsiz va bemorimiz o'zlarini kundalik hayotlariga qaytishlari mumkin bo'ladi. Yana bir murakkab turdagi jarrohlik amaliyoti yakunlandi. Hozir 309-palatamizga kirsak bo'ladi. U yerda hozirgina operatsiya qilgan bemorimiz yotibdilar va ulardan operatsiya jarayonini va undan keyingi holatlarini so'rasak bo'ladi birgalikda. Demak, bemorning ahvoli ahvolingiz yaxshimi? Ahvolimiz zo'r. Og'riqlar bormi? Yo'q, og'riqimiz yo'q. Qo'rquvlar? Yo'q, hech narsa yo'q. Rahmat deymiz. Og'rimayapti, hammasi joyida, Xudoga shukr. Inson hayotida tanlagan kasbi uning kimligini belgilaydi. Kimdir ishni faqat kundalik vazifa deb biladi, kimdir esa uni hayotining mazmuniga aylantiradi. Ana shunday fidoyi insonlardan biri esa Vosit Ermatovdir. Bu kasbga bo'lgan qiziqish, havas, mehr sizda qachondan uyg'ongan? Nima uchun aynan endi urolog kasbini tanlagansiz? Avvalambor ota-onam doktor, ular ham va onam ginekolog bo'lib ishlaganlar. Onamni maslahatlari bilan bo'lgan birinchi o'rinda va qolaversa ikkinchi kursdan boshlab Toshkentda o'qishdan keyin dejurstva turganman va urologiya отделениясida navbatchilikda turib, o'sha yerda bu kasbga nisbatan, bu yo'nalishga nisbatan qiziqishim yana ham ortgan va bu kasbni egallashimdan sabab, chunki bemorlarga kam og'riqli, qulay, operatsiya qilingandan so'ng juda tezda oyoqqa turish va bu o'ta zamonaviy yo'nalish bo'lganligi uchun buni tanlashga qaror qilganman. Uning misoli shundan dalolat beradiki, kim ilmga intilib, mehnatdan charchamasa, u albatta o'z orzusiga yetadi. Bemorlar esa bu shifokorni hamisha e'tirof etishadi.